Hammaga salyut, sizlar bilan Get Ready with me va bugun Nesquik'dagi quyonda obrazini qilib ko'rmoqchiman. O'xsharmikan, bilmayman. Qani ketdik. Go! Birinchi o'rinda zipkam kiymoqchiman, chunki yengi uzun va yengi ko'k rang bo'lgani uchun. Ustimizga sariq futbolka kiyishimiz kerak, chunki o'tda sariq futbolka. Bilmayman o'xsharmikan. Menimcha o'xshavotdi, par bo'lib ko'rinishyapti, mos kelyapti bir-birovlarga. Nima deb o'ylaysizlar? Menimcha o'xshavotdi. Pastimizga jinsi kiyamiz, o'tda yarqiroq bo'lishi kerak edi. Shuning uchun ham shu jinsimni kiyishga qaror qildim va menga juda ham yoqyapti. Juda oyog'imga paypoq kiyishga qaror qildim. Boshimga shunaqa повязка kiyishga qaror qildim. Sochimni ataylab shunaqa stilda qildim. Va bizga hozir naushnik kerak, chunki quyonimizda naushnik bo'lgan. O'zimdan bandana qo'shishga qaror qildim. Shunaqa stilda chiroyliroq ko'rinadi deb o'yladim. Menda sariq krossovka bo'lmagani uchun botinka kiyishga qaror qildim va menimcha yomon ko'ringani yo'q. Undan ham zo'r ko'rinyapti deb o'ylayman.